Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Mana navbatdagi katagimiz juda chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri uzunligi 3 metr, eniga 1.10, balandligi 1.60 ni o'z ichiga oladi. Katagimiz mana juda chiroyli holatda tayyor bo'ldi. O'zimga ham to'g'risi gap juda yoqdi bu qilgan ishimiz. Yonida mana ikkita tuxum oladigan yeshichalari. Tagida tortmalari mana juda chiroyli chiqadi. Katagimiz ikkiga ajratib qo'yilgan. Bu tomonda ham alohida xonachasi bor. Juda chiroyli chiqdi. Tomlari ham mana. Bu katagimiz Sirdaryoga ketyapti. Mana mashinaga yuklayapmiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga telefon qilaverasizlar.